Bugatti brendi ortildi, o'zingizni furangizda Germaniyaga bo'tdan ketdi. Gap yo'q. 18 ta furalari bor ekan. Bitta fura taxminan 100 ming dollar turadi. Sal uzoqligimizga mana shu narsaga biz qattiq e'tibor qildik. Birinchi o'rinda shopirdan boshladik. Mashina olish, 10 ta, 100 ta farqi yo'q. Bu oddiy narsa. Lekin buni kim olib boradi degan savol bor. Umuman professional degan odamni olganimiz yo'q. Yosh, shu yerda ishlagan, даже dazmolda ishlagan, Damas'mi yurgan, aqlli, xushli, tarbiyali, axloqli yigitlarni hujjatini tayyorlab, cho'tki qilib turib, eng asosiy talabimiz gigiyenaga, o'zini gigiyena, shaxsiy gigiyenasiga ahamiyat beradi. Boshqa davlatlarning qonunlarini o'zimiznikini ham, boshqa davlatlar hammasiga rioya qiladi. Undan keyin shofyorlikni o'rgatdi. Chunki u yerga borganda 50 uz 50ni ham tanimaydi. O'zni taniydi-da. Mana O'zbekistonlik Yo'ldan qo'ymasin desa, yuzimizni qizartirmasin. Navbatda endi furaga ham atayotsangiz, tovar vaqtida yetib borish sizga muhimroq partnyorga.